Barchangizga assalomu alaykum. Traktor bozor kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar, akalar, ushbu dasturimizni boshidan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Akalar, kommentariyada Telegram kanalimizni qoldirganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib, u yerdagi texnikalarni ham tomosha qilishingiz mumkin. Biz esa ushbu dasturimizni boshladik. Birinchi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan Belarus traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu MTZ traktorimizning holati a'lo darajada. Hamma yeri ishlab turibdi deya ma'lumot berishmoqdalar. Texnikamiz polni noldan qo'ldan o'tgan texnika. Hech qanaqa kamchilik, rasxodlari yo'q. Akalar, polni boyevoy qilingan, faqatgina haydash kerak. Ushbu texnikamizning narxini 55 million so'm deyishmoqda. Yana o'z-moz kelishadigan joyi bor. Texnikamiz Buxoro viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, batafsil ma'lumotlarni ham tushuntirib beradilar. Qiziqganlar bo'lsa marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan T28 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holati deb aytib o'tishmoqdalar. Korobka motorlari qilingan, rasxodi yo'q texnika, ikkita pritsepi ham bor ekan. Ushbu texnikamizning narxi 48 million so'm deyishmoqda. Yana o'z-moz kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, batafsil ma'lumotlarni ham aytib o'tishadi. Akalar, bizni qo'llab-quvvatlash sifatida esa ushbu dasturimizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada omad so'zini yozib qoldirishni unutmang, yo bo'lmasa gazini bosib qoldirsangiz ham bo'ladi. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan mini traktor sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz garantiyasi bor deya ma'lumot berishmoqdalar. Traktorimizning hech qanaqa kamchiligi yo'q. Kalitda zavod bo'ladi. Texnikamizning 4 ta ballonlari ham yangi holatda, motor korobkalari zo'r, komplektda plug Fizera chizel qo'shib beriladi. Ushbu texnikamizning agregatlari ham soz holatda. Narxi esa $1700, manzil Namanganda. Qiziqganlar bo'lsa marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan mini traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Akalar, ushbu texnikamizning holati a'lo darajada. Motor korobkalari ochilmagan deya ma'lumot berishmoqdalar. Texnikamizni xarajat qilmaysiz, faqatgina haydash kerak. Ushbu traktorimizning narxi esa $20 ming deyishmoqda. Yana o'z-moz kelishadigan joyi bor. Texnikamiz Farg'ona viloyatida. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasini raqamni ekranda qoldirganmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa T28 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz yaxshi holatda deyishmoqda. Texnikamizning holati yaxshi holatda, yangida remontdan chiqqan. Texnikamizning motor korobkalari hamma yeri o'tilgan holatda turibdi. Dokumentlari ham 100% bor. Texnikamizning narxi esa 30 million so'm. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olasiz. Akalar, agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb raqamlarimiz qoldirgan. Biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotish imkoniyatiga egasiz. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan texnikamiz sotuvga qo'yilgan. Akalar, traktorimizning holati yaxshi holatda, teleshkasi bilan birga qo'shib sotiladi. Texnikamizning narxi esa 22 million so'm deyishmoqda. Traktorimiz ishlab turgan texnika, kalitda zavod bo'ladi. Hujjatlari ham joyida ekan. Texnikamiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida ekan. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olasiz. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa Class Markent 55 Prespat boshqimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz Germaniyadan kirib kelgan ekan. Texnikamiz O'zbekistonda ishlamagan hali deyishmoqda. Holati juda ham yaxshi holatda. Bitta dehqon qo'lida ishlatilgan xolos ekan. Ushbu texnikamizning narxi esa $16 ming. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Samarqandda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasi raqamlarni ekranda qoldirganmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, ertangi dasturlarimizni ham o'tkazmasdan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa ekranda ko'rib turgan mini traktor Chimgan 304 traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning 4 ta ballonlari ham yangi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Qo'shimcha 3 korpusli plugi ham bor ekan. Ushbu texnikamizning zo'r holatda deyishmoqda. Tortadigan texnika, narxi esa $6,5 ming. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Namangan viloyatida. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa ekranda ko'rib turgan Magnum traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning holatini
aytib o'taman. Texnikamiz haydashga tayyor holatda turibdi, holati a'lo darajada deyishmoqda. Garantiyasi bor deyishmoqda. Ushbu texnikamiz ishlab turgan texnika ekan. Narxi esa 150 million so'm, yana kelishiladigan joyi bor. Manzil Qashqadaryo viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilsangiz o'zlari batafsil ma'lumotlarni ham tushuntirib beradilar. Qiziqqanlar bo'lsa marhamat. Akalar, kommentariyada Telegram kanalimizni qoldirganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerdagi har kunlik sotiladigan texnikalarni tashlab boramiz, ularni ham kuzatib borishingiz mumkin. Keyin sotuvga qo'yilgan texnikalarimiz ekranda ko'rib turgan teleshkalarimiz sotuvga qo'yilgan. Akalar, teleshkalarimizning hammasi so'z holatida deyishmoqda. Alohida ham sotiladi. Xohlasangiz uchalasini birga sotib olishingiz ham mumkin. Texnikalarimiz Qashqadaryo viloyatida ekan. Narxi 55 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan TTZ traktorimiz srochno sotuvga qo'yilgan. TTZ 80 traktorimiz ishlab turgan texnika deb aytib o'tishmoqdalar. 210 rotorni kaselkasi ham birga qo'shib sotilar ekan. Texnikamizning narxi esa $6000 deyishmoqda. Manzil Buxoro viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb o'z raqamlarimizni qoldirganmiz. Biz bilan bog'lanib o'z texnikangiz YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Akalar, bizda keyin sotiladigan texnikamiz Hyundai ekskavator sotiladi. 1400 Hyundai sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holatda. Narxini 38000 deyapmiz, yana kelishamiz deb aytib o'tishgan akalar. Texnikamiz Xorazm viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Yana bir keyin sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan traktor va kombayn sotuvga qo'yilgan. Akalar, ushbu texnikamizning holati yurib turgan texnika so'z holatida turibdi. Kombayn ham so'z holatida deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 35 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Texnikamiz ham Buxoro viloyatida ekan. Qolgan ma'lumotlar uchun 94lik kodi bilan 459 23 43 raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, akamiz ko'taradilar va boshqa ma'lumotlarni ham aytib o'tadilar. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ekranda ko'rib turgan Yumzi 82 pogrushchikimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz holatini aytib o'taman. Holati ideal darajada 3 xil nasadkasi bor ekan. Rasmdagi hammasi shoxasi bitta hammasi qo'ldan o'tgan komplekt holatda sotuvga qo'yilgan texnikamiz. Olasiz, ishlatasiz. Hech qanaqa rasxod yo'q deyishmoqda. Ushbu texnikamizning narxi esa $8000, yana kelishadigan joyi bor. Texnikamizning 4 ta ballonlari ham yangi, diskasi 15lik ekan. Qiziqqanlar bo'lsa marhamat. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mini traktor Zubr traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning holati a'lo darajada, ballonlari ham yangi holatda, hamma narsasi zo'r holatda turibdi. Olasiz, haydaysiz akalar. Traktorimizning narxi esa 35 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Texnikamiz Samarqand viloyatida. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Qiziqqanlar bo'lsa marhamat. Biz esa ushbu dasturimizni yakunlaymiz. Ertangi dasturlarimizga qadar xayrlashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.